Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa maqtovlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom salavatlar bo'lsin. Zamonimizning bilgi olimlaridan biri Şeyh Abdurrazzaq Al-Badr hafizahulloh o'zining saboqlarining birinde payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadislerin birini shartlaydi. Al hadis Abu Said al-Khudri'den keladi. Oşol hadiste payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan sahabalarning biri boshqa bir sahabaning tungi tahajjud namozida Ixlos surasini qaytalab o'qigan o'qadi. Taqtab aytganda, tahajjud namozida har bir rekatinde Fatihadan keyin Ixlos surasini har bir rekatinde qaytalab o'qiydiga, oşul sahabaning qilganin başqa süre o'qigan yo'q, bir gana Ixlosni o'qidi har bir rekatinde deb o'shuni az ko'rib, ertesi günü taң atqanda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga barib, oşol sahabaning qilganin eskergende, andan xabar bergende, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mындай deb aytadi: "Vallazi nafsi biyadihi, mening jonim aning qo'lida bo'lgan zot Alloh taolaning ati bilan qasam ichib aytaman. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Al o'qigan Ixlos surasi Qur'onning 3/1 tete barobar deb aytadi. Qur'onning 3/1 tete barobar deb aytadi. Hadis Buxoriyda keladi 5013-nomerda. Şeyh Abdurrazzaq hafizahulloh o'shul hadisni shartlab atib, o'zining boshidan o'tgan bir o'qiyani eskiradi. O'shol aytadi: "Mening saboqlarimdan birinde saboq bitgandan keyin menin aslında o'qigan talabalar bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ichida umra qilib kelgan bir ulg'aygan adam kelib jolq deydi. Oşol o'tirganimizda al o'zin az gana ilmim bar deb o'zin tömön sezib, men Qur'ondan Fatiha surasini jattaganman, jana Qur'ondan Ixlos surasini jattaganman. Oşu namazımda tünde tahajjud namazını 2 saat boyu okuyman. 2 saat okuyman. Biroq oşol 2 saatimde her bir rekatinde Fatiha bilan Ixlosni okuyman deb qayta ilavatı deydi. Baya to'g'ri hadisda kelganday, hadisda balancha sahabaning tünde tahajjud o'qib, tahajjudda Ixlosni qayta o'qiganin az görüp payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga aytgan siyahtı, bol dağı özünün tünde Ixlos surasini har bir rekatda qaytalab o'qigan az görüp maga aytdi deydi. Qayta ilab aytadi deydi. Men o'shuni ile jattaganman, Ixlos surasini bilaman Qur'ondan deb ilab aytadi deydi. Oşonda men ağa mындай deb aytdim deydi. Alloh taolo sizga ko'p ne'matlar bergan ekan. Allah taolo sizga yaxshilikdan eshiklarni ochib qo'ygan ekan. Siz Ixlos surasini jattasangizdagi biroq tungi namozda oshol surani qaytalab o'qib o'tasiz. Biroq tiyaqda o'shunday odamlar bor. Qur'onni sizdan ko'p jattagan, jadab olsa Qur'onni to'liq jattagan. Alarning problemasi tungi namozda o'qiy olmadi emas. Alarning problemasi oşoncha Qur'ondan oyat jattagan bo'lgan bo'lsa dağı farz bo'lgan, mildet bo'lgan, vacip bo'lgan fajr namozida turbay oşonu o'tkirib jatishadi. Siz bo'lsa az jattasangiz oşol jattagan narsangizni nafil bo'lgan tungi namozda o'qib o'tasiz. Alloh taolo sizga ko'p degan yaxshilarni eshitni ochib qo'ygan ekan deb ana shunday deb aytdim deydi. Anan o'sha so'zni ulantib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadisda Ixlos surasi Qur'onning 3/1 tete barar deb aytgan deydi. Nima uchun deganda, siz Alloh taoloning tushirgan Qur'oni Karimi 3 narsadan turadi, 3 bo'lakdan turadi. Birinchi bo'lganda Alloh taolo Qur'onning birinchi bo'lganda alğaç o'tgan payg'ambarlardan, qavmlarning ummatlarining xabar berib, oşolu turib aytgan deydi. Alimi Qur'onning 2-chi bo'lganda hozirgi
биздин үммөткө тиешелүү Аллах Таала өзүнүн кулдарына эмнени фарыз кылды, эмнени важип кылды, эмнеден кайтарды, ошол милдеттер туурасында, ибадаттар туурасында айтылган дейт. Намаз, орозо, зекет жана башка көптөгөн ибадаттар туурасында айтылган дейт. Ал эми Курандын 3/1 бөлүгүндө Аллах Тааланын өзүнө тиешелүү болгон ыхлас жана тавхид туурасында, жалгыз өзүнө гана сыйынуу керектиги туурасында айткан дейт. Мына ушул хадистеги Курандын Ыхлас сүрөсү Курандын 3/1 тете дегендеги мааниси, ушул Ыхлас сүрөсүндө жалаң Аллах Тааланын ысым сыфаттары айтылат. Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана сыйынуу керектиги айтылат. Мына ошондуктан ушул нерселерди камтыгандыктан Ыхлас сүрөсү Курандын 3/1 бөлүгүнө тете деп айтылган деп айтат. Аллах Таала бардыгыбызды солих амал жасап, фарыздарды өз убагында аткарып, нафилдерге дагы амал кылуу насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.